Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Sizlar bilan bugun ma'lumotlarni tekshirish mavzusining ikkinchi darsi, ya'ni ro'yxatlarni tekshiruvchi jadval yaratish mavzusini ko'rib chiqamiz. Xo'p, ro'yxatlarni tekshiruvchi jadval yaratish, ya'ni biz o'tgan safargi olgan jadvalimizda birinchi mavzumizda aytgan ishlarimizni qilamiz. Qanday qilib bajaramiz buni? Birinchi navbatda markalarga o'taman. Misol uchun Chevrolet bilan BYD ushbu bo'limga boshqa hech qanaqa ma'lumot kiritib bo'lmasin. Ya'ni shu Chevrolet bilan BYDni birini tanlash kerak. Buning uchun shu joyni blokka olaman. Blokka olib, keyin данные bo'limiga o'tamiz. Mana данные bo'limidan xo'p, работа с данными bo'limidan проверка данные bo'limiga bosamiz va проверка данныйga bosamiz. Proverka данныйga bosib, bularga e'tibor qaratmasdan parametrga bosamiz. Parametrga bosganimizda biz bu yerdan tip данных, ya'ni условия kriteriya, условияlarni ko'rib chiqyapmiz. Spesifik bo'limiga o'tib, bu yerdan agar bizga ma'qul keladigan bo'lsa, shu joyga bosib, shu joyni belgilasak ham, shu joyni belgilab OK deb bossak ham ushbu amal bo'ladi. Bu bir turi. Ikkinchi bir turi shunchaki qanday yozilgan bo'lsa, mana Chevrolet nuqta virgul bilan qo'yaman. Javob tashab BYD. E'tibor qaratish kerak, katta kichikligi ham bir xil yozilgan bo'lishi kerak. OK tugmasini bosaman. OK tugmasini bossam, menda ushbu marka ustunida pastga strelka paydo bo'lib qoldi. Ya'ni Chevrolet BYD ni tanla deyapti. Pastga tekka bossam ham bu chiqyapti. Agar bularni o'rniga prosta shunchaki yozib ko'raman, mana Chevrolet deb yozaman. Chevrolet. To'g'ri yozdim. Enter deb bossam oladi. Lekin shu joyni belgilab, yozuvlarni o'chirib, bu yerga aytaylik Samsung deb yozadigan bo'lsam, misol tariqasida bunaqa ma'lumot tipi bu joyga belgilanmagan deydi. Yoki mana Kia deb yozadigan bo'lsa ham olmaydi. Demak, men bulardan birini tanlashim kerak. Bizga sizlarga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Bu kimgadir kerak. Mana shu narsani belgilab, jadvalda zashtalab qo'yilsa, faqat jadval to'ldirib bering deyilganda, mana shu ma'lumotlardan birini tanlashga majbur bo'ladi. Bu narsa bizga qachondir kerak. Shuning uchun bu narsani qo'ydik yoki ma'lumotlarni noto'g'ri yozib qo'ymaslik maqsadida bir xil ism familiya, bir xil kriteriya, kategoriyalar kiritib qo'ysak, bir xil jadvalimiz bir xilda shakllanadi. Demak, tushunarli bo'lgan bo'lsa, mavzuni tugatamiz.